ikkita galovka olib qoldik, Spark. Kichkina motor 1lik. 125. Xo'p, bunda avtorasxod polniy noldan motor bo'lyapti, polniy remont qilamiz. Bunda ham polniy motor, lekin boshlanishi kameraga suv o'tkazish bilan boshlangan ekan. Buni klapanini pachaqlab ko'ramiz. Agar holati klapanni yaxshi chiqsa, klapanni o'zini qoldiramiz. Где-то 1 yil oldin o'zimiz qo'yib bergan ekanmiz. Klapan kuymagan, lekin qaranglar, go'zal, 1 yil oldingi ishimiz. Buni bilmayman. Bu 300 mingdan oshiqroq yuribdi, lekin remont bo'lmaganga o'xshaydi. Bo'lgan ekan remont. Qayerda bo'lgan bilmayman. Qisqasi ikkala galovkani ham holati mana shunaqa bo'ladi akalar. Tayyor qilib qo'ydik. Xudo xolasa go'zal. Kuzatishda davom eting. Galovka remont bo'yicha qo'rqmay murojaat qilaverasizlar.